Assalomu alaykum, Begum Andijon kanali a'zolari. Mana kech bo'lishiga qaramay akamizga Andijonga 1 kvadrat chuvalchangni yetkazib beryapmiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilarimiz, mana akaga olib kelib berdik. Ilon zichligi holatini juda a'lo darajada. Akamiz joylarini ushlab tursa sekin olaman. Mana holatlari. Endi yayib qo'yib qo'yamiz. Kechasi chiqqan tashqariga. Kechqurun yuradi salqin. Shu u yoqqa ketayotgan bo'ladi. Ko'rib turibsizlar mana holatini akalar. Bu yerda yana bitta banan korobkada bor. Xudo xolasa buni ham to'kib chiroyli qilib obzorini qilamiz. Mana ikkinchi banan korobkamizdagi holatlar. Chuvalchanglarimiz holati. Hozir ikkinchi banan korobkani shu yerga to'kib ko'ramiz. Buni ham holat chuvalchanglarimiz yosh chuvalchanglar. Bu yerda tuxum qo'yganlari ham, tuxumlari ham bor.